Mana qadrli mijozlar. Hop. Friturnisalarimiz, pechka apparatlarimiz hamda fast food uchun barcha jihozlar. Mana bu friturnichamizda kranchasi bor. Mana. Bu friturnisalarimiz originali. Sifatlari eng yaxshi, mustahkami. Mana bu pechka apparatimiz. Ya'ni 12 litrlik pechka apparatimiz bu bo'ladi. Hop. Mana. Buni ichlari bu pechka apparatimizning qulayligi nimada desa, qolgan pechka apparatlardan qulayligi bu 300 gradusgacha qizdirib beradi. 300 gradusgacha qizdirib pechkani yog'i bukmasdan pishib berishiga, pechka, gumma, chiburik shunga o'xshagan mahsulotlarni. Mana bunimiz mana 5+5imiz. Bu ham 300 gradus qizdiradigan. Sifati eng yaxshilari bular. Mana 300 gradus qizdiradigan. Bu 5 litrligimiz. Bu 200 gradus qizdiradigan. Bu ham Yevropaga eksport qilinadigan varianti. Qayoqdan bilinadi desa, Xitoydikini, oddiy Xitoydikini mana bu yo'riqnomasiga oddiy xitoycha yozilgan bo'ladi. Bularga inglizcha yozilgan bo'ladi. Xohlasa dunyoning qaysi burchagiga borsangiz ham bundan topa olasiz, chunki bu Yevropaga eksport qilinadigan variantlari bular ham hammasi. Endi arzon mana oddiy Xitoyda pechka apparati mana xitoycha yozilgan bo'ladi. Mana xitoycha yozilgan. 150 gradus, 200 gradus qizdiradi. Mana. Mana bu Yevropaga eksport qilinadigan varianti. Hop. Mana. Bu Yevropaga eksport qilinadigan varianti 300 gradus qizdiradi. Inglizcha yozilgan. Mana 12 litrligi mana shu bo'ladi.